Neşemizi davamlaştırmaya hürmetli vatandaş. John Kerry, Prezident Joe Biden'ın devlet işler katibi Antony Blinken'ni ve Asya işleri mesul Kurt Campbell aylanıp ütüp, Cungo bilen bevasıta kıldıgan mühim adamdır. Demek ol koçsuzluk adam John Thornton muşundaq orangı çıktı mı? Yani bu hükümetin özünün ışığı bir sual koyamayımız vatandaşım. Demek muşundaq orangı çıktı. Hazır Cungo'da 6 hafta ziyaret oldu. Şinjan'ı ziyaret kıldı, Uyguristan'da değildi. Şuna bu adamga dikkat kılıvatımız. Burun bu adamın ismi köp uçurgan emas Amerika'da matbuatlarda. Birinci islağa deviteyle 2021 yıl 9. ayının 28. günü vatandaş. Cungo bilen bevasıta aloqa qiladigan mühim adamdır John Thornton. Texime dikkat qiladigan yana bir tarif shuki. John Thornton'un 8. ayda Cungo'nu ziyaret qilishi, Şinjan'ı ziyaret qilishi ve Xanjiang bilen ko'rishganligi xabar qilinmagandan başka ziyaret faaliyetleri alakadar matbuatlarda xabar qilindi. Demek onun Urumchiga bağlılığı, Uyguristan'a bağlılığı xabar qilinmabdi. Mesela 8. ayının 24. günü Beijing Tsinghua Üniversitesi'ni ziyaret qilib, John Thornton mektep başlığı Chu Yung bilen görüştü. 8. ayının 28. günü Beijing'de Cungo taraqqiyot stratejisini barpo qilguvchi Jin Bijam bilen görüştü. 67 yaşlık John Thornton 2003 yılı Kaohsiung presiga chiqqandan keyin Beijing Tsinghua Üniversitesi'de MBA'nın yer şari rehberlik hizmetiga riyosatchilik qildi. Qo'shimcha professor bo'ldi. Hozir, yani John Thornton Balık altın şirketining mudiriyat başlığı. Altın şirketining mudiriyat başlığı. Brezhnevskiy ilmiy jamiyatining faxriy reisi qatorliq vazifalarni o'tamoqda. 2008 yılı John Thornton Cungo hukumati tarqatgan do'stlik mukofotiga erishgan. Hem Cungo'da saat ishida etilgan 30 yıldan beri Cungo'nun taraqqiyotiga hissa qo'shgan chet ellik 15 nafar mutaxassisning biri bo'lib baholangan. Va John Thornton ko'p yillardan beri Cungo'ni ziyorat qilib turganlikdan, shunga uning yuqorqi ziyorat faoliyatlari kishilarning diqqatini ancha tortib ketmaydi. Onundan başka Volkoch'ning peshqadami hisoblangan bu kishi John Thornton'ning sobiq prezident Donald Trump bilan munosabati qo'yiq. Amerikada Demokratlar partiyasi bilan munosabatlari to'liq va qo'yiq edi. Bu yil 6. ayda John Thornton Cungo'da yer shari bilim xazinasida dialog o'tkazganda mundaq ko'rsatgan. Diplomatiya siyosatida Prezident Joe Biden hukumatini yuqori sifatlik, aqliy farosatlik amaliyat qo'ygan uzun muddatlik loyiha bilan ta'minlayman. Demak, doklad berib Prezident Joe Bidenga beradigan kishi degan gap. Amerika hukumati Cungo-Amerika munosabatini xalqaro sohada birinchi vazifaga o'rni qo'yishi lozim deb ko'rsatgan. John Thornton o'zini tabiiyki Prezident Biden hukumatining bayonotchisi o'rniga qo'ygandek bo'ldi. Yuqorqi xabarlarga asoslangan xabarlar rost bo'ladigan bo'lsa, Amerika Cungo munosabatining yaqindan beri taraqqiyotini tushunish tez emas. Kelimat elchisi John Kerry Cungoni ikinci qatam ziyorat qilgandan keyin, ya'ni 2021 yil 8 ayning 31 kunidan keyin Xi Jinping davlat sirtida o't elektr stansiyasi qurish turlarini bekor qildi. Mingvanjo delosida o'zgarish yuz berib, komediyalik natijaga erishdi. Amerika Savdo Ministerligi Cungo bilan savdo munosabatlarini yaxshilaydiganligini bildirdi. CEO va
CEO vekilinin Cöngöni ziyaret kılışını ümit kılıdığanlığını bildirdi. John Kerry yakında Cöngöni 3. qatam ziyaret kılıdığanlığını ilan kıldı. Hatta Reis Xi Jinping jenada Tayvan'da Zhou Lilin'in Kuomintang'ın reis bulup saylanğanlığını tebrikledi. Bu Zhou Lilin degan adam arlıq 4 yıl burun Kuomintang reis buluman dep saylanıp uçup galba kılanmagan adam edi. 4 yıldan keyin endi bu qatam galba qıptı. Xi Jinping muşu adamның Kuomintang partisiga reis boladiganligini tantana qilib tebrikledi. Zhou Lilin Amerikaning Tayvan turistik vakolatxonasining adimi edi. Xitoy tilida Sharin deydi. Endi bu vakolatxona Amerika vakolatxonasining adimi yoki munosabati va adami dedi. Xi Jinpingning telegrammasida muloyim pozitsiya tutganligi hem Zhou Lilin ve Kuomintang'a aqloniliq ko'rsatganligi bo'lsa, hem butkul Tayvan hatto butkul Amerikaga aqlona uchur yo'llaganligi bo'lib hisoblanadi.